Qizlar, assalomu alaykum. Hozirgi videoda sizlar bilan Navich Plus naborlaridan qanday to'g'ri foydalanamiz o'rganamiz. Birinchi o'rinda yuzimizni tozalab olamiz. Bu ertalab va kech paytda albatta kerak. Men hozir yuzimni yuvib oldim. Endi bir marta ezganimiz yetarli bo'ladi. Qo'limizga penitsa qilib, yuzimizga surkab chiqamiz. Yuzimizga faqat surkab bilan chiqmaymiz, yuzimizni tozalaymiz. Yuzimizni yuvib oldik, endi yuzimizni quritamiz. Yuzimiz quriganidan keyin birinchi o'rinda ko'zimizni atroflariga kremdan foydalanamiz. Bu krem ertalab va kech paytda albatta ishlatiladi. Ikkala qo'limizga beramiz va ko'zimizni tagiga massajniy движение bilan, хлопый движение bilan shu ko'rinishda surkamiz. Tepasiga massajniy qovoqlarimizni tevaga ko'targan holda ishlatamiz. Undan keyingi etap siyvirtka. Siyvirtkani ham ertalab va kech paytda albatta ishlatamiz. Ertalab va kech paytda. Shu yo'li bilan, shu движение bilan ishlatishimiz kerak. Albatta krem qo'yganimizda ham ozgina yuzlarimizni mana shu ko'rinishda massaj qilamiz. Va undan keyingi etap, men ertalabda surkaganim uchun hozir dnevnoy krem ishlataman, a kech paytda nочной krem ishlatamiz. Bu hamma etapdan keyin. Kremni, основной kremni ko'zimiz atrofiga tekkizmaymiz. Yuzimizga kremni yaxshilab, yuzimizni massaj qilgan holda yaxshilab yediramiz. Kunduzgi kremda ko'chaga chiqishimizdan hech bo'lmaganda yarim soat oldin ishlatishimiz kerak. Kunduzgi kremda qo'yib bilan ko'chaga chiqib ketmaymiz, allergiya berib yuborishi mumkin. Kechki kremda uxlashimizdan eng kamida 1 soat oldin ishlatamiz. Yostig'imizga yotganimizda kremlarimiz yostig'imizga chiqib qolmasligi uchun. Bo'ldi. Ertalab va kech paytda 2 minutdan vaqtimiz ketadi.